Aslida biz bu dunyoda izlaymiz. Aytdim-ku, bilasizlarmi? Mana shu kursni ochishdan oldin hammamiz dedim, moddiy narsalar izlaymiz dedim. Bitta narsani olay, uyimni remont qilay, ichim to'ladi deb o'ylaymiz. Parda qilay, uy remont qilay, mashina olay, dissertatsiya qilay, butun baland katta ishlarni qilay, ichim to'ladi deb o'ylaymiz. Nimanidir izlaymiz dedim. Молодец. Aslida ana shu ichimizdagi jannatiy hisni eslab qolingizlar. Jannatdan tushirilgan har bir inson ana shu hisni izlaydi. Yaratganni izlaydi. Ana shu tarafdagi xotirjamlikni izlaydi. Ana shu tarafdan tushirilganligini izlaydi. Aslida maqsad, men sizlarga bermoqchi bo'lgan sirim, aslida bizlar men aytganman, maqsadlar haqida ham mas deb o'tib ketganman. Maqsadlarni, moddiy dunyodagi maqsadlarni sal qo'yib yuboramiz. Aslida ichimiz bilan, ruhimiz bilan, qalbimiz bilan shunchalar bog'lanib unga qaytganimiz sayin sirtimizdagi maqsadlar ularni erishishim kerak deb o'zimizni qiynaydigan narsani qo'yib yuboramiz. Aslida ana shu sizlarga ikkita praktika berdim. Asl sevgi kaliti, asl maqsadlar kalitini berdim. Ana shunda ham aslida siz jannatni izlayotgan bo'lasiz. Aslida haqiqiy sevgini, o'zingizga nisbatan sevgini, butun olamga nisbatan sevgini, yaratuvchiga tegishli bo'lgan yaratuvchining bir chindimi sizga solingan sevgi orqali butun dunyodagi maqsadlaringizga erishish. Aslida siz bu dunyodagi maqsadlaringizni izlamaysiz. Ana shu sevgini, jannatiy tuyg'uni izlayotgan bo'lasiz. Ana shu narsaga erishish uchun siz doim uyim toza tursa deysiz, doim nimanidir yaratsam deysiz, doim nimanidir uyimga olib kelsam deysiz. Shuning uchun agar amalga oshmasa xunob bo'lasiz, tushkunlikka tushasiz, umidsizlikka tushasiz, norozi bo'lasiz, qalbingiz og'riydi, yig'laysiz. Buning hammasi mana shu sir sizga yetkazib bermoqchi bo'lgan. Ikkinchi praktikada aytib o'tganman, kimdir oxirigacha eshitgan bo'lsa, ana shu yerda aytganman. Siz aslida mana shu hisni, mana shu narsani izlayotgan edingiz. Jannatning bir bo'lagini, qalbingizdagi bitta sevgining bitta uchqunini, yaratganning bitta qismini siz doim ana shu xotirjamlik, yaratganning qo'lidaligingizni his qilib, ana shu xotirjamlikni izlaysiz. Aslida ana shu holatingizni izlaysiz. Bu dunyoda izlayotgan har bitta narsangiz his qiling, tasavvur qiling. Har bitta narsaga erishmoqchi bo'lganingizning ortida qandaydir holatga erishish bo'ladi. Ana shu holatni siz ichingizdagi bo'shliqni to'ldirmoqchi bo'lasiz, moddiy narsalarni olib kelib, lekin ichingiz to'lmaydi. Bir ozgina o'tgandan keyin yana izlaysiz, ketaverasiz. Uyim remont bo'lsa, mashina olsam, u yer bo'lsa, bu yer bo'lsa, hamma narsa. Lekin siri shundaki, ana shu narsalarga erishish uchun ich bilan, o'zlik bilan, qalbdagi sevgi bilan, sevgi kaliti bilan birlashganingizda, ulashganingiz, nima deydi, uyg'unlashganingizda maqsadlar